Samarqand viloyati elektr tarmoqlari 30 yilga Turkiyaning Aksa Energy kompaniyasi boshqaruviga beriladi. Iqtisodiyot va moliya vazirligiga ko'ra, Aksa Energy bu borada o'tkazilgan xalqaro tenderda g'olib deb topilgan. Ta'kidlanishicha, Turk kompaniyasi Samarqand viloyatidagi elektr taqsimlash tarmoqlarini 30 yilgacha muddat davomida boshqarish huquqini va tarmoqlar modernizatsiyasi uchun investitsiya kiritish majburiyatini oladi. Haberturk nashriga ko'ra, kompaniya bu muddat davomida elektr energiyasini taqsimlash infratuzilmasiga $1 milliard investitsiya kiritishni reja qilgan. Ma'lumot uchun, Aksa Energy 1960-yilda tashkil etilgan Kazanji Holding tarkibiga kiradi. Kompaniya bugungacha ham O'zbekistonda bir qancha loyihalarni amalga oshirgan, jumladan 2022-yil yanvarida 2 ta, Buxoro viloyatida 270 megawatt quvvatli, Toshkent viloyatida 240 megawatt quvvatli issiqlik elektr stansiyalarini ishga tushirgan. Aksa Energy hozirda Turkiya, Gana, Madagaskar, Mali va Kongo kabi mamlakatlarda ham elektr stansiyalari loyihalarini amalga oshiryapti. Eslatib o'tamiz, davlat xususiy sheriklik dasturiga ko'ra 2027-yil 1-iyulgacha barcha hududlardagi taqsimlovchi elektr tarmoqlarini xususiy operatorlarga o'tkazish bo'yicha shartnomalar imzolanishi kerak.